Assalomu alaykum, barchaga xayrli tong. Bugun 7-mart, haftaning dushanba kuni. Bugun mana Aziya sessiyasida oltin kichkinagina likvidniy zona hosil qildi. Ushbu likvidniy zonani bugun qaysi tomonga yorib o'tishimizga qarab natijalarni kutib olishimiz mumkin. Yuqorida уровень сопротивления, $29.90-66. İkinci сопротивлениemiz, ikinci qarshilik $29.95-85 va kechagi juma kunga, o'tgan hafta juma kunga mana bu zangor bilan belgilangan London sessiyaning maksimum minimum zonalari. Ssenariy bo'yicha fikrimcha, menimcha kuzatamiz. Bo'lishi mumkin ssenariylar: ложный пробой, London sessiyasining ложный пробой yuqoriga, yuqoridan pastga toki $29.52-05 gacha tushib berishimiz mumkin ehtimoli. Bugungi yurishi mumkin bo'lgan imkoniyat сопротивление 29.93-81 da ложный пробой qilib, ikkinchi likvidniy zona 29.95-93 da likvidniylarni yechgandan so'ng ложный пробой bilan pastga yurib berishimiz mumkin. Bugun yetib kelishimiz mumkin bo'lgan zonalar olinishi, likvidniy olinishi mumkin bo'lgan zonalar 29.76-97 zonaga yoki bo'lmasam eng quyi pastki zona сопротивлениemiz bor 29.79-19 ложный пробой qilib orqaga qaytishimiz ehtimoli yo'q emas. Barchaga omad, profitlar egallashligini tarafdorman.